Salametmişler. Dersimizin mavzusu bütün göstergeçlik derecenin xüsusiyyətləri. Yaxşı anlatayım da meni. Bu dersimizde biz derecelerin hem xüsusiyyətlərini bir esimizə siyep ketmiz. Her qandaq M ve N şundaqla A teң emas 0 bolsa, o vaqtida tövəndiki təlimlər dürüst boldu. Asasları birdek sanlarını köpəyətkəndə biz derecelerini bir-birisiga qoşub etmiz. Eğer asaslar birdek iki sanını bir-birisiga bölsek, o vaqtida bunu ko'rsatkichlarni bir-birisidan evitmiz. Meyda qo'shimiz, meyda almiz. Dereceni chiqarganda derecelerini ko'paytib etmiz. Eğer ikki sanning ko'paytinishi derecesi n bo'lsa, o vaqtida har bir sanni mushu n derecesiga chiqarmiz. 5-chi bo'lsa, a bo'lingan b kesir turida n derecesi bo'lsa, o chaqda har bir sanni mushu n derecesiga chiqarmiz. Yani sanlab o'qildi, inogda что derecesi salbiy derecega chiqarish mumkin emas. Shuning uchun biz 15'ida 1 bo'lingan a derecesi n turida yezib olib, andan keyin уже hesaplaymiz. Va eng oxirgisi har qanday sanning 0 derecesi u o'zi. Qinamiz birinchi hisobdan boshlaylik. İfadeni addiylashtiringlar deydi. Bu yerda endi sonlardan 2 ni bunu 3 ga sразу ko'paytib etsek 6 bo'ldi. Endi meyda A derecesi minus 2 köpeytilgen A derecesi 4 bo'lgan, biz derecelerini bir-birisiga qo'shimiz dedik. Shoqda minus 2 ga 4 ni qo'shsanglar bo'ldi. A ning kvadrati. 6A kvadrat. Hesaplanglar deydi. Bu yerda oldin biz 4 ni 2 ve 8 ga qaramizda asoslar har xil bo'lgan ekan, biz derecelerini ishtim qilmaymiz. Shuning uchun 4 ning o'rniga 2 ning kvadrati deb yazaylik. Ve mushuning hammasining derecesi minus 3 ko'chirib yozdik. Ko'paytirilgan 2 derecesi 5 turibdi so'ng. Mahrajida 8 deganimiz u 2 ning kubi ve mushuning hammasining derecesi minus 4 deb yozsak. Endi dereceni derecega chiqarganda ko'rsatkichlarni ko'paytiramiz. 2 ni minus 3 ko'paytsanglar minus 6. 2 derecesi 5 ni ko'chirib turaylik ve mahrajida 3 ni minus 4 ko'paytsanglar minus 12. Endi ko'paytirilgan bo'lingan turdi ve asoslari birdek bo'lgandan bir asosini ko'chirib yezib, derecelerini ko'paytirilgan turganda qo'shimiz. Shoqda minus 6 ga qo'shimiz 5 ni. Bölüngen turganda almiz, bunu minus 12. Şu çağda bizde bo'ldi. Minus 6 ga 5 ni qo'shsanglar minus 1. Minus уже meyda plus bo'ldi. Minus 1 ga 12 ni qo'shsanglar 11. Yani 2 derecesi 11 ni chiqarishning hojati yo'q. Tak yaxshi anlatıldı. Yaxshi vaqtda davomlashtiray. Endiki hisob tenglimini yechinglar. Bu yerda birinchi son 10'lik kesirga, bunu 10'lik, biroq bu yerda 4 derecesi minus 1 bor. Shuning uchun biz oldin mushu 4 derecesi minus 1 ni bo'lak hisoblab olaylik. Derecesi salbiy bo'lgan bizga benimdik A derecesi minus n tutsa, biz uni 1 bo'lingan A ning derecesi n turida yozib olmizda. Shoq 4 derecesi minus 1 deganimiz 1 bo'lingan 4. Endi bu oddiy kasrni 10'lik kasrga aylantirish uchun surati bilan mahrajini biz 25 ga ko'paytirib etsek bo'ldi 100'dan 25. O'sha 4'dan 1 degan jiq chiqdi. Mo'sh sразу yotlab olishga u bo'ldi 0,100'dan 25. Endi o'rniga qo'yib chiqsak 2,100'dan 25 x teng 5,1000'dan 125 elingan 0,100'dan 25 x. Bu sızıqlıq tənglimi x derecesi 1 deb turdi. Shuning uchun x ni bir tarafga yig'imiz, sonlarni ikkinchi tarafga yig'imiz. 2,100'dan 25 x ning qishiga minus 0,25 x o'ng tarafdan so'ng tarafga ko'chganda minus уже plus bo'lib ko'chidi. 0,100'dan 25 x teng 5,1000'dan 125 ni ko'chirdik. 2 da 25 ga 0,25 ni qo'shsak 2,5 x bo'ldi ekan. Teng 5,1000'dan 125. Endi men maya birga davomlashtiray. X ni tepish uchun 5,1000'dan 125 ni prosta bo'lib etmiz 2,5 ga. Endi 10'lik kasrlarni bir-birisiga bo'lganda peshni yo'tkazishimiz kerak. Mayda 2,5 peshdan keyin 1 son bo'lsa, maydan peshni 1 songa yo'tkazsak, bizda qoldi x teng
51,25 bölüngen уже 25. Endi bütün sanı bölüp etaylik. Men bir yerda черновик qilib 51,25 ni 25 ga bölsаңlar 2 dan almızga 50 boldu. 51 dan 50 ni etsаңlar 1 bütün dep qo'yamiz. 12 25 ga bölünmedi. Meşe главный xata qilmanglar. 0 yazıp elip keyin только 5 ni tushirsak 125 ni 25 ga bölsek endi boldu 5. Şu vaqtida x tam 2 bütün 100'den 5. Şundaq qilib esa biroq bu yerda o'zi tengsizlik deydi. Cho'ng belgisi turdi. Bu yerdami shu bekindek 5 derecesi minus 1 ni hisoblab olaylik. Endi dedik biz 5 derecesi minus 1 bo'lsa, u bo'ldi 5 dan 1. 5 dan 1 10lik kasrga aylantirish uchun surati bilan mahrajini 2 ko'paytirib etsak 10 dan 2 yoki bo'lmasa 0 butun 10 dan 2 mundaq yozib olsak, tengsizligimiz bunda bo'ldi. 7 butun 100 dan 25 qo'shilgan 2x cho'ng 5.125 e'langan 0 butun 10 dan 2x. Endi x dan bir tarafga solgan ikkinchi tarafga yig'sak, bu yerda bo'ldi 2x plus 0 butun 10 dan 2x cho'ng 5 butun 1000dan 125 e'langan 7 butun 100 dan 25 durust yozgandimi? Endi 2 butunga 0 2 ni qo'shsak 2 butun 10 dan 2x qoldi. Cho'ng 5 ta 10lik kasrlanmaydi hisoblab etaylik. 5.125 e'langan nima qilibman, durust qilmabman. Qaraymiz, bu yerda 7 5-tinchi qilib, shuning uchun biz 7 butun 100 dan 25 dan cho'ng sondan kichik sonni olamiz, moduli cho'ng sondan 5 butun 1000dan 125. Mega 0'likni yozsak, alaylik. 10 dan 5 ni olsak 5, 2, 4 dan 2 ni olsak 2, 2 dan 1 ni olsanglar 1, 5 dan 7 dan 5 ni etsanglar 2. Şu vaqtida bo'ldi minus 1 2 butun 1000dan 125. Endi x ni tepish uchun biz bu yerda minus 2 butun 1000dan 125 ni bölüşimiz kerak 2 butun 10 dan 2 ga. Bekindek 10'lik kasrga bo'lamga 22 ko'paytirilgan meyda o'rin olmashsa 22 astig' tushitga qoldi x cho'ng minus 85 imeyda 80 patmay qoldi 88 dan 85. Men sal patmay qoldi, men birga davomlashtirib qo'yay. Javobi bo'ldi x cho'ng minus 88 dan 85. Tenglikni isbotlanglar deydi. Shunga pluslarni qo'yishni unutmanglar. Chiroyli narsa berilgan kelmaydi. Nima deydi? 4 derecesi minus 1 8'nin kvadrati a minus kubning derecesi 3 bölüngen mındaqsan. Endi bölüngen men sразу kasr turida yozib olayim da. Buni bölüngenni ve her bir sanni derece turida yozib olaylik. Masalan 4 deganimiz albatta biz uni 4 dan 1 deb buna yozib qo'ysak ham bo'ldi. Biroq biz uning o'rniga 4 ning o'rniga 2 ning kvadrati desak, 2 kvadratni ko'paytimiz minus 1 ga. Давайте сразу 2 ni minus 1 ga ko'paytaylik, minus 2 qoldi ekan. Ko'paytilgan 8 deganimiz u 2 ning kubi. Еще bunun hammasi mayda kvadrati turdi, ko'rdingmi? Mayda kvadrati bor. Ko'paytilgan a minus 3 minus 3 ni ko'paytirsak minus 9. Mahrajida 8 deganimiz nima dedik? 2 ning mayda qisqarib ketadi ekan даже, кажется, bunda qilib. Ну ладно. Buni 8 ning kvadrati mayda, 8 ning kvadrati qisqarib ketadi ekan. Ладно, men endi uni bundaq yozib qolibman. 8 ni 2 ning kubi deymiz, еще kvadrat. Demak, mahrajiga yozash 2 ning kubi va mushning hamining kvadrati ve a derecesida minus 3 ni 2 ko'paytsak minus 6. Bu yerda qisqaraydiganlar mana buni polnochi qisqarib ketadiga. Endi все-таки 2 derecesi minus 2 ni biz abekindek 4 dan 1 deb yozib olaylik. A derecesi minus 9 ni bölümüz A derecesi minus 6 ga qoldi. A derecesida minus 9 dan evitimiz minus 6 ni shu vaqtida bo'ldi
4'ten 1'de koyay. A derecesinde minus 3 boldu ki. Endi minusni yaxshi ko'rmaymiz matematikada. Shuning uchun biz A minus 3 ni A kubdan 1 deb maxrajiga tushirib mayli 4 qaldiki, mayli 1 bo'ldi. Endi mushni selishtiraylik. Bizning buni ответ bilan kelyapti. 0,25 A minus 3 degani ular оказывается так хотят. 4'ten 1 deganimiz 10'lik kasrda 0,25. A bunu A minus 3 ni surutib qo'yibdi. В общем, mundaqmi durus 4'ten A kubdanmi 1 mi degan durus. Shuning uchun tanglik isbotlandi deymiz. Endi berilgan ifodalarni ma'nolarini selishtirib Вспоминаем, что har qanday sonning 0 darajasi u 1 da, buni сразу 1 desak bo'ldi ekan. 3 derecesi minus 3 bölüngen 2'nin kubi deydi. 3 derecesi minus 3 deganimiz o bizde 3'nin kub 1 durustmi? Bölüngen 2'nin kubi o 8 deb yozib qo'yaylik. Bundaq пока что hisoblab etsak 3'nin kubi 27 dan 1 bölüngen turgan ko'paytirilgan belgisini qo'yib o'rin almashtirsak 8 dan 1 tushadi ekan. Shu vaqtda mayli bo'ldi. 27 ni 8 ko'paytsanglar 20 ni 8 ko'paytsanglar 160, 7 8 56. Qo'shib etsak 211. Oy, unutma 216 dan 1 bo'ldi ekan. Meni o'chiraylik. Katta dalishi bu birinchisi mustaq chiqdi. Ikkinchisida 10 ning kvadrati deydi. 10 ning kvadratini biz sразу 100 deb yozaylik. 5 derecesi minus 2 deganimiz, bu 5 kvadrat 25 dan общий kasrga bitay 25 dan 1. Bölüngen 8 ni biz ko'paytirilgan 8 dan 1 deb 8 ni maxrajiga tushirib etsak bo'ldi ekan. Endi qisqartib etaylik bu yerda. 100 ni 25 ga bo'lsanglar 4, 4 bilan 8 ni 4 ga qisqartib etsanglar 2 dan 1 qoldi ekan. Endi qaysi sanjiq? 2 dan 1 mi? 216 dan 1 mi? Конечно, bir tal to'rtchiqni 2 odamga bo'lsanglar, yerim deysizlar. Bir tal to'rtchiqni 216 odamga bo'lsanglar, kusochka yomon kichik bo'lib qoldi. Shuning uchun nima deymiz? 216 dan 1 2 dan 1 dan kichik. Yaxshi. Pluslarni qo'ydim. Berilgan ifodalarni daraja turida keltirib ma'nolarini topinglar deydi. Birinchi ifodaning darajasi minus 1 ko'paytirilgan 64 bölüngen A darajasi minus 1 agar deydi A tang minus 0,125 va B tang 0,5 bo'lsa. Beshinchi ifodani oddiylashtirib olaylik. Сразу hisoblasak bo'ldi. В принципе 2 ning kubi 8. Buni minus 1 degan ekan biz hammaning kasrini o'rni almashtiramiz durustmi? Shu vaqtida 8 derecesi minus 1 deganimiz u 8 dan 1 bo'lib tushadi. A derecesi minus 3 ni minus 1 derecesiga chiqqanda u bo'ldi A ning kubi ustidan. B derecesi minus 1 deganimiz maxrajiga B derecesi minus 1 deganimiz maxrajiga tushadi. Ko'paytirilgan mayda 64 ni yozaylik, mayda A derecesi minus 4 ni darajalarini ijobiy qilib etkazishga biz uni maxrajiga tushirib A derecesi 4 deb yozaylik. Va bölüngen A derecesi minus 5 degan keyin qarang bu yerda mundaq bo'lardi. A derecesi minus 5 deganimizda 1 bölüngen A derecesi 5. Потом buni bölüngen turgan keyin biz buni kasrini yan bir almashtiramizda shu vaqtida surutiga keldi A ning darajasida 5. Chapsan chiqarib danglar. Tushungan bo'lsangiz plus qo'yib qo'yinglar. Tushunmagan bo'lsangiz so'ranglar. Endi bu yerda sonlarning qisqaraydigani 64 bilan 8 ni qisqartib etsak 8 qoldi ekan. 8 yozaylik. A kub A5 deganimiz edi A darajasi 8 durustmi? A darajasi 8 bölüngen A darajasi 4 bo'lgan ekan 8 ni 4 ni etsak qoldi 4. Mana biz ifodani oddiylashtirib oldik. B qani? B ekan qo'yishu. Endi shuning hammasi mayda sal chiroyli yozay to'xtab turinglar. Maxraji baka. Maxraji bo'lgandan keyin
8, A derecesinde 4, I məxrəcində B qaldı. Endi addiylashtirib aldık, o'rni qo'yib chiqaylik. Bunu minus 0,125 deganimiz addiy kasr turida u bo'ldi minus 8dan 1. Вот. Endi mushta yozib olsak, uni qayerga qo'ymizki, A ning o'rniga yozamiz va 8 deganimiz вообще yozib olaylik. 8 degan 2 ning kubi. Ashtaqmi yozib qo'ysak, endi o'rni qo'yib chiqaylik. Buni birinchi 8 ni 2 ning kubi deb yozamiz. A darajasi 4 deganning o'rniga A deganimiz mana bunisidan chiqdi. Uni даже biz minus 2 darajasi minus 3 deb yozib olsak bo'ladi ekan. Minus 0,125 deganimiz u minus 2 darajasida minus 3. Minus 2 darajasida minus 3, shuni hammasinin darajasida 4. Bo'lingan. Bu degan 0,5 deganimiz 10dan 5. 5 ga qisqartib etsak 2 dan 1. Daraja turida yozib olsak 2 darajasida minus 1 bo'lar ekan. Shu vaqtda nima yozamiz? 2 darajasida minus 1. Katta qidalishi endi mayda minusning darajasi jup bo'lganda minus qisqarib ketadi. Darajani darajaga chiqarganda minus 3 ni 4 ko'paytsanglar minus 12 bo'ldi. 2 ning kubi qo'shilgan minus 12 elingan buni maxrajga minus 1. Shu vaqtida astra yozib qo'yay, qoldi. 3 dan 12 ni olsanglar minus 9 plus 1 bo'ldi minus 8. Tenglamini yechinglar. X tipinglar deydi, mayda mana x mega tiqimlabdi. Yaxshi yeri biz mayda 3 ko'paytirilgan 3 darajasi minus 2 bor. Sразу asoslari birdek son deb darajalarini qo'shib etsak, 1 qo'shilgan minus 2 bo'ldi minus 1. Shu vaqtda qoldi 3 darajasi minus 1 bo'lingan 6 darajasi minus 2 ni deb yozsak bo'ldi. 6 deganimiz u 3 ko'paytirilgan 2 durustmi? Darajasi minus 2 ga. Buni x ni ko'chirib yozaylik. Teng 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3. Давайте beshida meyda x ni chiqarib olaylik. Bu vaqtida bo'ldi x teng. Tengdan keyin o'xshash ishlatsanglar, meyda krestик ham ko'paytmizga 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ni. Buni ko'paytmiz meydagi maxrajiga. Bu vaqtda bo'ldi 3 darajasida minus 3 ga sразу yozib chiqaylik, durustmi? Ko'paytini darajaga chiqarganda har bir sonni shu minus 2 darajasiga chiqaramiz. 2 darajasida minus 2 buni maxrajida 3 darajasida minus 1 tushdi krestикam maxrajiga. Shu vaqtida x teng bu yerda qisqarib ketadiganimiz mana 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 darajasi minus 2 bo'ldi 2 darajasi 0. A 2 darajasi 0 u 1. 3 lar qoldi. Mayda 1 bormi? Ko'paytirilgan turganda 1 ga minus 2 ni qo'shsanglar minus 1. Minus 1 buni minus 1 yuqori chiqqanda plus 1 bo'ldi 0 bo'ldi-ku. Всё, shu vaqtda 3 darajasi 0 u тоже 1. Qo'ymamdan chiroyli x teng 1 chiqdi. Tengsizlikni qanoatlantiradigan eng cho'ng butun sonni tipinglar deydi. Так, yaxshi, pluslarni qo'ydim. Endi 4 darajasi minus 1 ni biz 4 dan 1 deb yozamiz. Kichik yoki teng. 13 darajasi 0. Любой sonning 0 darajasi 1 dedik. Elingan 12 darajasi minus 1 ni 12 dan 1 deb yozib olamiz. Minus 3x. Albatta biz x ni bir tarafga yig'ib, sonlarni ikkinchi tarafga yig'ish kerak va mayda plus minus kasrlar bo'lgan ekan, давайте biz bularni birdanla umumiy maxrajiga keltirib yetaylik. Maxrajida 4, maxrajida 12 bo'lgan ekan, umumiy maxrajisi 12 o'zi tushdi dedik, durustmi? Shu vaqtda 12 ni 4 ga bo'lsanglar 3, 12 ni 1 ga bo'lsanglar 12 mayda 1, mayda 12 bo'ldi. Beshida maxrajiga keltirib olaylik. Qoldi bizda 3x kichik yoki teng 12 elingan 1 elingan 3 ni 12 ga ko'paytirib etsanglar 36x. Всё, endi teng kasr yo'q, qo'ymamdan x ni bir tarafga yig'amiz. Minus 36 o'ng tarafga plus bo'lib keldi. 3 ga 36 ni qo'shsanglar 39x. Kichik yoki teng
12'den minusma meydi. 12'den bir nevetsalar 11 ve x boldu kichik yoki teng 11 bölüngen 39. Bet qısqamaydı, şunun üçün mıштaq qaldı. Biroq ular deydi eng cho'ng bütün sonli tipinglar deydi. Endi 6-sinfda tavsiflarni o'tdilar. Bu yerda примерно buni 39'dan 11 bo'lsin. Buningdan kichik sonlar deydi. Qaranglar, 11 39'dan 11 u 1 degan sondan kichik, durustmi? Shu vaqtida mayda eng cho'ng butun son 0 kelyapti, durustmi? Shu vaqtida bizda eng cho'ng butun sonimiz x teng bo'ldi 0 ga. Tenglikni isbotlanlar. Bu yerda davayt undaq deydi. 5 ning kubi 5 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5 125. 125 buni bölüngen 75 ni kesir turida yozib olaylik. Ko'paytirilgan 19 derecesi 0 deganimiz u 1, durustmi? Любой sonning derecesi 0. 0 bo'ldi. Buni b derecesi minus 2 ni ko'chirib yozdik. Buni suratidagi b ni mayga qo'shib yozib qo'yaylik. Qo'y. Mayda 75 ga ko'chirishlar. Demak 72 yozib qo'ydim. 75. Endi 125 75 her ikisi 25 ga qisqargandan mayda 3 qoldi, mayda 5 qoldi. Daşt kesirden 3'ten 5 qoldi ekan. Endi qaranglar, mayda bular b minus 3 deb maxraji chiqqandan davaychi biz buni 1 ni, вообще любой sonni qaranglar, ustidan ostiga suratidan maxrajidan suratiga almashganda darajasining belgisi sigda qarama-qarshiga o'zgardi. Shuning uchun menda bo'ldi. Minus 2 batdim. Bunu b derecesi 1 tövenge tushganda b derecesi minus 1 bo'ldi. Ve как они хотят, да, вот b derecesi minus 3 turda bo'lsin da, shuning uchun biz minus 2 aylangan 1 minus 3 deymiz. Shuning bilan bugungi qaytlash darsimiz oyoqlashdi. Savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yinglar. Dars yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar.